Hürmetli vatandaş, yana vaziyet ve muhakeme. Biz vatandaşlarımızga arlıqta mesela 7. aylarda şuna deyişip geldik. 7. ayının 10. günü Hindoneziya Bali'da Aralı'da Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishloqoti va Antony Blinken Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi dedik. Uning keyinla Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Mashsuratlarni ko'ringlar dedik. Arlıqda dunyoviy bir harakat shu bo'ldiki, yoki dunyoviy siyosatga zo'r o'zgarish shu bo'ldiki, 8. ayning 2. kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi Tayyipni ziyorat qilgan ekan, xalqaro vaziyatning, Amerika Jungo vaziyatining, munosabatining butun ramka shakllik vaziyat xarakterdagi barliq hodisalarda olamshumul o'zgarish bo'ldi vatandosh. Endilikda tunigun 21-22 kunida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yıllık umumi yığını bunun Jungo'nun vekili bulup Tashqi ishlar ministri Wang Yi yetib keldi. Ministri Wang Yi yana Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishloqoti va Antony Blinken bilan ko'rishib, munosabatlarni asliga keltirish, an'anaviy munosabatlarni asliga keltirish uchun eg'izdan gap chiqadi vatandosh. Hozir pul qaraydigan yillar va undan keyin xalqliq paytlarda davatgan gap Wang Yi'ning chaqiriqi o'zgardi. Wang Yi nima deydi? Tayvan masalasi tinch yo'l bilan hal qilamiz degan gapga qaytib keldi deydi vatandoshlar. Arlıqda prezident Joe Biden nima degan edi? Agar hujum qiladigan bo'lsam, men Tayvanga askar chiqaraman dedi. Shunami? Endi Wang Yi biz asli munosabatlarni asliga keltiraylik. Andın Tayvanni tinch yo'l bilan birlik keltiraylik deydigan muqomga tushdi. Endi bunga Amerikaliklar oldinamdi. Bu gaplarga Amerikaliklar ishonamdi. Buni bilmaymiz, lekin biz Amerika xalqi prezident Joe Biden hukumatiga ishonamizki, endi chekinmaydi deb ishonamiz. Jungoning va'da berishi, va'dani ijro qilishning nima ekanligi butun Amerikaga, butun dunyoga ma'lum bo'lib qoldi vatandoshlar. Endi bu faqat hamma kishiga oshkor bo'lgan o'yinni o'ynayotdi degan gap. Kishilar bezor bo'lib ketgan, mohiyatini tushungan siyosiy o'yinni Jungo tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi o'ynayotdi degan gap. Endi Wang Yi mushqatim birinchi bo'lib davlat ishloqoti va Antony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishloqoti bilan ko'rishdi Nyu-York shahrida. Ikkinchi bo'lib koni diplomat, yani peshqadam 90 yoshli Kissinger bilan ko'rishdi. Qarasak hozir Kissinger bilan ko'rishganda bizning ko'nglimiz g'ash bo'ladi. Bu odam asli Xitoyparast odam, Kissinger degan odam. Bu qatam toza o'ng'ishliq bo'lmagandek, Wang Yi bilan bo'lgan suhbatda Wang Yi toza o'ng'ishliq bir yo'lga kirmagan gap Kissinger bilan ko'rishganda. Uchinchisiga diqqat qiling. Uchinchisi Kolba. Bir nima Ukraina Cumhuriyetining tashqi ishlar ministri Kolba bilan ko'rishdi. Ko'rishganda Kolba nima dedidan? Biz davlatlarning zamin butunligini qo'llaymiz. Territoriya butunligini qo'llaymiz. Bu daxlisiz bo'lish kerak degan mazmunda so'zladi. 2. ayning 24. kundagi Rossiya bilan Xitoy o'rtasida imzolangan maxfiy kelishimlar qo'l qo'yishlarini qayrib qo'yib turib, mushu payt kelganda Ukraina masalasida Jungoning maydoni nimish o'zgarib ketdi. Gap mana mushu edi. Gap mana mushu edi vatandosh. Undan keyinchi Kolba shu xabarni, ya'ni minister Wang Yi bilan ko'rishiblar, shu hamon chiqiblar Twitterda qo'yib o'tgan gap bu gapni. Hatta Zelenskiy ifade bildigan gap Jungo tarafga, mataq Jungo tarafga to'liq ishonib ketmayman degandek gapni qildi Ukraina prezidenti Zelenskiy. 3 kishi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishloqoti Antony Blinken heliqidek dedi. Kissingerga albatta degan gapi biz boshlik munosabatlarni asli keltiraylik degani dedi. O'ng'ishlik bo'lmadi Wang Yi uchun. Uchinchi nuqta siz biz diqqat qiladigan
Kolba Ukrayna'nın Tashqi ishlar ministri. Sen bu kishi bilan ko'rishding tunji bo'lib Nyu-York shahrida. Yuqorqada gapni qilding, territoriya zimim butunligini qo'g'daymiz, hurmat qilamiz dedim. Bu yer bizning qo'ydigan savolimiz vatandosh, Rossiya bilan Jungoning munosabati nima? Hozir qaysi holga tushib qoldi? Bir holga tushib qoldimi yoki sening Kolba bilan ko'rishishingga Rossiya ruxsat qildimi yoki sen Rossiyada ranjib qoldingmi yoki zodi nima? Samarqanddan qaytib kelding 8-9 ayning 16-kuni oldirab tinib qaytib kelding. Hozir har xil tushuntirishlar. Masalan nima deydi? Bu ishki jihatda o'zgarish bo'ldi. Jungoda shun qaytib keldi. Taki hozirgacha 16-kunidan bugungi 24 kishi aytgan vaqtida, ya'ni qancha 8 kunmi? Reis Xi Jinping o'tirg'i chiqmadi. Bu ajablanadigan ish emas. Ashunda g'oyib bo'lib tokkul o'tirg'i chiqdi-ku talaqqatib. Biz buni ishonmaylik qo'yaylik nima o'zgarishni bo'lganlik. Rossiya bilan Samarqandda nima deyishgan ekan, biroz ranjish bo'lgandek turdi. Shuni sen kelib Kolba Ukraynaning tashqi ishlar ministri bilan ko'rishding. Dek, bu yerda gap Ukrayna bilan Jungo munosabatining yaxshi emanligi emas. Bu yerda gap Rossiya bilan Jungo munosabatining yaxshi emanligi. Ya'ni shundoq boshlandimi Samarqandda. Uning ustiga oldirab tinib, Patilishov, KGB yoki hozirgi bexatarlik komitetining raisi Rossiyani oldirab tinib Jungoga yetib keldi. Samarqanddan keyin hayron qolasiz. Men so'zildim, sizlar yana echiqdab so'zlashim kerak deb so'z demadim, vatandosh. Söz deyman deb ba'zi sizga so'z demadim, so'z deyemedim. Patilishov yetib keldi. Yang Jiechi bilan ko'rishdi. Bugun Yang Jiechining bir abzas so'zini chiqarib qo'yapti ekranga. Jungoga nazar to'rbiti. Video ekraniga jonijon manfaatlarimizni o'zaro qo'g'daymiz. Jonijon manfaat masalasi bir-birimizni qo'llaymiz. Demak, Uyg'uriston masalasi o'ttirg'i chiqdi. Bu masalada yana bir-biringlarni qo'llamsizlar Yang Jiechi, Patilishov apandi. Buni qo'yib turaylik. Endi hozir to'rt betida 2 kundan beri Reis Xi Jinping mirza qamoqqa ilindi. Reis Xi Jinpingning harbiy ishlar huquqi tartib ilindi. Tunagan dedi, harbiy ishlar yig'ini qatnashamidi deb tartib ilindi. Hozir hadab mush so'zlar so'zlanayotdi. Men buni muqimlashtira olmayman vatandosh. Siz qarab turing, ha? Mush 2 kun 21-22 kuni tunigillatindi, ha buningga. 3 adamga hukm e'lon qildi. Bunun birisi Sun Lijun, yana birisi Pu Junhua, yana birisi Liu ismli. Bular jami 7 odam ekan, 7 odam bir guruh. Bularning jinoyatini xiyonatchi dedi. Jungo shunday bo'ladi. Jungo hech kimni hech qachon mushkuni siyosiy jinoyat deb eg'izga olib boqmadi. Amaliyat zarb berdig'ini siyosiy jinoyat. Siyosiy jinoyat deb ortib kishilarga zarb berdi. Amaliyat siyosiy jinoyatni ijtimoiylashtirdi. Ijtimoiy jinoyatga aylantirdi bu Jungo Kompartiyasining xizmat vositasiga, xizmat usuli vatandosh. 21-22 Sun Fu Junhua qatorliqlarga o'lim jazosi berib, kechiktirib ijro qilgan bu. Viyening dunyoga nazari deganda to'liq berildi bugun bu. Kechiktirib ijro qilgan bu. Xo'sh, sen hozirgacha bir yerga oshkora chiqmading. Sening huquqingni tortib oldi dedi birisi. Seni harbiy ishlar huquqidan ayirib etdi dedi birisi. Seni mirza qamoqqa oldi dedi birisi. Ma 3 odamga qonun qanday hukm qildi vatandoshlar? Ziddiyatli. Agar Reis Xi Jinpingni mirza qamoqqa olgan bo'lsa, adliya qonun Jungoda unda ishlayolmaydi. Bu 3 odam ministr darajalik odamlar Jungoda. Vaziyatni jiddiylashtiradigan odamlar bu. Bunga adliya qanday hukm e'lon qiladi deydi. Masalan, Reis Xi Jinping mirza qamoqqa kirgan bo'lsa. Demak, bu ishlar murakkab bo'lyapti, lekin sizlarga so'zlab beramiz. Buni anglab qo'yishlar vatandoshlar. Shundoq bo'ldi, anglaysizlar vatandoshlar.